Quva tumanida davlatimiz rahbari tashabbusi bilan belgilab berilgan Yoshlar kuni tadbirlariga rasman start berildi. Kunning avvalida tuman hokimi Halimjon Umarov rahbarligida tumandagi korxona va tashkilot rahbarlari, faollar ishtirokida muhim yig'ilish bo'lib o'tdi. Uchrashuv davomida kun davomida amalga oshirilishi rejalashtirilgan loyihalar, madaniy-ma'rifiy tadbirlar, sport musobaqalari va yoshlar bandligini ta'minlashga qaratilgan tashabbuslar atroflicha muhokama qilindi. Har bir yo'nalish bo'yicha mas'ullarga aniq vazifalar yuklatilib, tadbirlarni yuqori saviyada tashkil etish bo'yicha zarur ko'rsatmalar berildi. Yoshlar kuni doirasida tuman hokimi Halimjon Umarov kun davomida amalga oshiriladigan ishlar yuzasidan manzilli rejasini ishlab chiqib, yoshlarning taklif, tashabbus va muammolarini o'rganishga kirishdi. Dastlab tumandagi 17-umumiy o'rta ta'lim maktabiga tashrif buyurib, maktabda o'quvchilarning sifatli ta'lim olishlari uchun yaratilgan shart-sharoitlar, sinfxonalar jihozlanishi, zamonaviy o'quv vositalari va ta'lim jarayoni bilan yaqindan tanishildi. Shuningdek, ta'lim sifati va yoshlarning bilim olishga bo'lgan qiziqishini yanada oshirish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Ta'kidlash lozimki, mazkur ta'lim muassasasida homiylik mablag'lari hisobidan qariyb 800 million so'm mablag' sarflanib, joriy ta'mirlash ishlari olib borildi. Uchrashuv davomida tuman hokimi bitiruvchi sinf o'quvchilari bilan ochiq muloqot o'tkazdi. Samimiy ruhda kechgan suhbatda yoshlarning kelgusi rejalari, kasb tanlash, oliy ta'limga kirish va o'z ustida ishlash kabi muhim masalalar muhokama qilindi. Yoshlar o'zlarini qiziqtirgan savollar bilan murojaat qilib, atroflicha javoblar oldilar. Shundan so'ng Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatlik texnikumiga tashrif buyurdi. Bu yerda talaba yoshlarning o'quv jarayonlari davomida amaliy mashg'ulot o'tashlari uchun tashabbusli byudjet mablag'lari hisobidan keltirilgan zamonaviy jihozlar va ko'rgazmalardan amaliy foydalanish jarayonlari bilan yaqindan tanishdilar. Zamonaviy jihozlangan xonalar va o'quv jarayonining amaliyot bilan uyg'unligiga alohida e'tibor qaratildi. Tashrif davomida texnikumning bitiruvchi yoshlari ishtirokida hokim va yoshlar uchrashuvi o'tkazildi. Uchrashuv davomida yoshlarning kelgusi rejalari, kasb tanlash, ta'lim va bandlik masalalari muhokama qilindi. Yoshlar o'zlarini qiziqtirgan savollar bilan murojaat qilib, ochiq va samimiy muloqotda faol ishtirok etdilar. Yoshlar kuni doirasida navbatdagi tashrif manzili sifatida Ideal xususiy maktabiga tashrif buyurib, o'quvchilar uchun yaratilgan zamonaviy shart-sharoitlar bilan tanishdi. Tashrif davomida sinfxonalar jihozlanishi, ta'lim jarayoni sifati hamda o'quvchilar uchun yaratilgan qulayliklar ko'zdan kechirildi. Maktabda ta'lim sifati va tarbiya masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Shuningdek, axborot kutubxona markaziga tashrif buyurib, muassasa faoliyati bilan yaqindan tanishdi. Tashrif davomida markazda kitobxonlar uchun yaratilgan shart-sharoitlar, kitob fondi va zamonaviy xizmatlar ko'zdan kechirildi. Bu yerda vaqtni mazmunli o'tkazayotgan yoshlarning kitobxonlik madaniyati va bilimga bo'lgan qiziqishiga alohida e'tibor qaratildi. Shundan so'ng tuman hokimi kitobxon yoshlar bilan ochiq muloqot o'tkazib, ularning fikr-mulohazalari, taklif va tashabbuslarini tingladi va yoshlarga kitoblar to'plami sovg'a qildi. Navbatdagi manzilda tuman hokimi Weston o'quv markaziga tashrif buyurib, bu yerda yaratilgan shart-sharoitlar bilan yaqindan tanishdi. O'quv markazida IT Park rezidentlari va yosh dasturchilar bilan uchrashuv o'tkazdi. Uchrashuv davomida yoshlar tomonidan ishlab chiqilgan startap loyihalar taqdimoti bo'lib o'tdi. Tuman hokimi mazkur loyihalar bilan yaqindan tanishib, ularning amaliy ahamiyati va istiqbollariga alohida e'tibor qaratdi. Samimiy muloqot jarayonida yosh dasturchilar o'z g'oya va tashabbuslari, kelgusi rejalari haqida fikr bildirdilar. Yoshlar kuni doirasida yosh tadbirkorlar faoliyati, tuman sport maktabidagi tarbiyalanuvchilar uchun yaratilgan sharoitlar bilan ham tanishildi. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 132-son qarori bilan ajratilgan mablag' hisobiga tuman yoshlari uchun zamonaviy sport majmuasi barpo etildi. Bu yerda tarbiyalanuvchilar bilan uchrashib yaratilgan sharoitlar haqida suhbatlashildi.